Shu san umrida bir marta chet elga chiqib qo'ygan tanishing. Merhaba ne kadar? Nima deyapsiz, ha? Voy, uzr aka, to'g'ri tushunasiz. Yaqinda Istanbuldan keldim yoki o'rganib qolmanda, Istanbulga bordim. Shunaqa dengizlarni ko'rdim. Istanbulga borganmisizlar? Ha, nima? Bormagansanlar bilaman. Mana shunaqa joylarga sizlar borlar obязательно. Aylanlaring keyin gaplashamiz, hop. Istanbulda bor o'rtoq, lekin Istanbul ko'chalarida bor, вообще ham yo'q ekan. Bet bo'pti, ketdi pizza ichkilu. Pizza deganingga bor. Istanbulda shunaqa pizzalar ko'rdim, kusuk so'tlarga yo'qdi. Bu tomon shart emas. Yo'q, Prekin Toshkentda ham shunaqasi bor. Bo'lmasa-chi? Bor bo'lsa-chi? Spor o'yinsam 100 mingdan. ketdik. Davay. Xullas bu Samarqand o'rsan food courti. Aha. Yo litli pizza. Yo'da qolasang bir bo'lib olasan. Qolasang butundan olasan. Litli-ida 3 kilometr bo'yicha dastlabki ham mavjud. Yutqizdik toycho 100 mingni chiqadi. Endi o'rtoq qaragin, men Istanbulga bordim-ku. Istanbulda pullarimni hammasi lira qilib olib keldim. Men so'mqili keyin beraman, xo'pmi? Hali tugamadi. Qani qizni qara. Hatto qiz deganlaringga bor, men Istanbulda shunaqa qizlar ko'rdim, aksariyat ekan.